Xitoyda ishlab chiqarilgan oyoq kiyimlarning nomer modellari qizlar juda ham ixcham, sezonbop. Sezon vaqtida hamma soqqa qiladi-yu, bizning qilmimizda xaridorlarimiz baraka topib olib ketsin, barakada ko'p gap bor degan maqsadda narxlarni sindirib qo'yamiz sizlar uchun. Mana qaranglar, Xitoyda ishlab chiqarilgan xohlasanglar sertsali varianti, xohlasanglar bunaqa garoshkali varianti, xohlasanglar bunaqa kojali variantlari. Bu modellichi boshqacha rasvetkasini men o'zim mayijonimda ham bordi. Rosa qulay deydilar. Maza qilib kiyaman deydilar. Oldin men 3 burchak bo'lgani uchun qiynalsam kerak deb o'ylagandim. Hech ham unaqa emas ekan. Bo'lmasa oyoqlari ingichka emas-da. Do'mboqqina oyoqlari. Lekin rosa zo'r deb rosa anaqa maza qilib kiyadilar-da. Sizlar ham ovozinglar baraka topib kiyasizlar. Yosh tanlanmaydi qizlar. Ko'ylaklar bilan, yubkalar bilan, har xil dvoykalar bilan maza qilib kiyasizlar. Mana bunaqa turli-tuman rasvetkalari, modellari bor. Qaranglar, qanaqa bir-biridan chiroyli. Hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Mana qorasi ham chiroyli ekan qizlar. Razmerlarimiz 36 dan 40 gacha. Narxlari 130 emas.